Hammaga salom obunachilar. Biz bu videoda Minecraftni hardcore rejimda o'ynaymiz. Va ko'rib turganlaringdek biz dunyo ochib hardcore'ni boshlab bo'ldik. Hozir eng birinchi ishimiz daraxt topish. Mana botqoqliklarda tirildik mana shunday biyomda hozir super battle drop qilamiz ko'llikka. Mana endi daraxt chopishni boshlaymiz. Bu videoda hozir videoni oxirigacha ko'proq asosan uy quramiz. Keyingi qismdan o'sha boshqa ishlarga o'tamiz. Keyingi qismda konga borib, kuchayib, polni aslahali bo'lib olamiz temirda. Hozir bu qismda asosan birinchi uyimizni qurib bitkazib olamiz. Sizlar videoni oxirigacha ko'ringlar va kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Albatta kommentariya ham yozib o'tinglar. Hozir yana daraxt chopsak yaxshi bo'ladi. Shu bilan o'zimizga uy qurishga bir joy izlaymiz. Lekin undan oldinroq birinchi hozir bir tosh qazib kelamiz. O'sha tosh qazib kelganimizdan keyin nariroqroq bir yaxshiroq joydan uy qurishga joy izlaymiz. Chunki bu botqoqlikdan uy quradigan bo'lsak, uncha bo'lmasa kerak. Rostdan ham uncha bo'lmaydi botqoqlik. Hali ko'p narsa oldinda, balkim keyingi qismlarda botqoqliklarga ham nimadirlar qurarmiz, qishloqlar. Hali bizni bu hardcore qanchalik cho'zilishini men ham bilmayman. Ya'ni bu hardcore'imiz 200 kundan da ko'p bo'lishi mumkin. Lekin hozir hali birinchi kun ham boshlanmadi. Hali bir kun ham bo'lmadi deganim. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shunda videolarim tez chiqib turadi. Va endi yana battle va tosh qaziymiz. Tosh qazish uchun birinchi daraxtlarni yog'ochga aylantiramiz. Versta kasiymiz va tayoqchalar olamiz. Hozir endi versta kasiymiz, endi kirka yasashga o'tamiz. Kirkam qani yana qaytadan yasaymiz. Mana kirkamiz tayyor. Endi tosh qazishga o'tsak ham bo'laveradi. Mana shu yerdan boshlay olamiz tosh qazishni. Endi bir naryoqdan bir tosh qazib kelamiz. Shu bilan versakni olib boshqa yerga ko'chamiz. Hozir biroz ko'proq tosh yig'ib olamiz, chunki bu toshlar keyinroq bizga hali ko'p kerak bo'ladi. Chunki biz hozir polni toshga o'tib olishimiz kerak. Buncha yoshda qolib ketsak, keyin bizga qiyinroq bo'ladi. Ham ko'p vaqtda narsa yig'ishda ham bir resurslar yig'sak. Mana o'yinni boshidan ko'mir topildi. Ozgina bo'lsa ham. Hozir verstakdan toshli kirka, qilich, bolta yasaymiz. Va naryoqdagi qolgan ko'mirni ham olamizda. Boshqa yerlarni ham ko'rib kelamiz. Hozir to'g'rilab olamiz o'zimizga moslashtirib narsalarni qo'limizga. Ana endi ko'mirni qolganini qazib olamiz. Bu yerda yana ko'mir bor ekan. Bularni ham qazib olamiz, chunki bu hal bizga kerak bo'ladi. Ana endi ko'mir qolmadi. Endi hozir yana tosh olib bu yerdan ketamiz.
Mana shu yerda ham biroz ozgina olamiz toshdan. Mana endi yo'lga tushamiz. Verstakni ham olib. Mana endi verstakni sindiramiz. Bo'ldi, endi yo'lga tushamiz. Mana. Keyingi hardcore tezroq chiqish uchun bu video kamida 50 ta like yig'ish kerak. Shuning uchun like bosishni unutmang videoni ko'rayotganingizda. Mana shu bilan birga videoni oxirigacha ko'ring va kanalimizga obuna bo'ling. Hozir biz shakar qamishdan ham ozgina yetsa oldik, chunki bu hali bizga kerak bo'ladi. Masalan, qanaqadir tort pishiradigan bo'lsak, shakar olishga, ham qanaqadir kitob qiladigan bo'lsak, kitob yasaydigan bo'lsak, yana bu xarita yasaydigan bo'lsak kerak bo'lib qoladi. Hozirdan o'sha qo'ylarni o'ldirib ularni junini yig'amiz, chunki yotoq yasash kerak va kech tushishni ham boshlayapti. Mana mollar, kamandas hammasini o'ldirib ketamiz hozir. Birinchi shunisi yo'q bo'ladigan bo'lyapti. Endi qaysi bir ikkinchisi bo'lar ekan? Mana shunisi ikkinchisi bo'ladi endi. Eng oxirida qolgani uchinchisi bo'ladi. Va shu bilan bizga hech bo'lmasa 3 ta mol go'shti bo'ladi. Endi anu qo'yni ham bir o'ldirib kelamiz. Shu bilan 2 ta jun bo'ladi. Endi uchinchisini ham topamiz hozir. Endi bir naryoqqa borib kelamiz. Nar tomoniga shuni. Mana ham bir o'ldirib ketamiz. Mis tushdi bundan. Mis ham kerak bo'lib qoladi bizga. Bu yoqda ham kon bo'lsa kerak. Unga ham keyingi qismlarda borib ko'ramiz. Mana keldik bu tomonga. Ana 3-qo'y ham bor ekan bu yerda. Ana 3 ta jun bo'ldi. Ana endi bemalol qursak yasak bo'ladi yotoq. Yana bitta mol. Bundan ham mol go'shti tushdi. Endi shu atrofdan bitta yaxshiroq joy topib, o'sha yerga joylashib olamiz. Hozir bularni ham inventarimga to'g'rilab olaman. Bo'ldi, buni ham yo'q qilamiz. Mana shu pastliklardan, mana shu joylardan qurishga bir normal joy topamiz hozir. Bu yosh ekanda hali. Bo'lmasa buni ham olib ketar edik o'zimiz bilan. Mana shu atrof yaxshi bo'lsa kerak. Mana shu yerga joylashamiz qisqasi. Hozir birinchi yo'ldan shakar qamishni olamiz va endi boshlaymiz joylashni. Uxlab turamiz chunki hozir kech bo'lishni ham boshlayapti. Mana yotoq yasaymiz. Bu narsani ham yasab olamiz. Chunki bu bizga hali qanaqadir qumli joylarga borganimizda kerak bo'lib qoladi. Arxeologlarga o'xshab ishlatamiz biz ham buni. Mana pechka ham yasab oldik. Endi boyagi ko'mir bilan go'shtlarni pishirib olamiz. Mana birinchi tovuq go'shtidan boshlaymiz. Mana endi keyingisi mol go'shti bo'ladi. Mana endi hozir uxlaymiz.
Hani uxlab ham turdik. Bir kun bo'ldi, ikkinchi kunni boshladik. Endi daraxtlarni hammasini olib chiqishdan boshlaymiz. Enderman lekin ketib qoldi-yu. Voy, Creeperni. Hozir Creeper bizni oldimizga keladi. U yo'q qilib yuboramiz uni. Hozir biroz buyoqqa suzib olaylik. Mana keldi. Endi hujum qilamiz. Endi yana orqaroq yuramiz, yana hujum qilamiz. Voy, portlab ketdi-yu. Bu yerdagi hech narsaga hech nima qilmadimi? Bo'lishi mumkin emas. Menga o'rgimchaklar umuman yoqmaydi, buni ham yo'q qilib yuboramiz. Buni faqat ko'zi tushdi-yu. Ana yana bitta qo'y. Buni fermamga olib qo'ygan bo'lardimi, lekin hozir fermadan ham ko'proq go'sht kerak. Ana Enderman. Qani nima qila olasan endi? Hech nima qila olmaydi. Enderman cho'milish niyati yo'q. Uryaptimi? Day, o'yinni boshdan Ender ko'zli bo'lib olamizmi deyman. Misr berdi-yu. Yana bitta sigir. Buni ham fermamga qoldirgan bo'lardim, lekin shuni yaxshiydi. Ana bizni steak, mol go'shti pishibdi. Endi mana 3 tani ham pishirib olamiz. Bunga esa qo'y go'shtini qo'yamiz. Va daraxtlarni boshqa joyga joylashtiramiz va endi yana daraxt chopishni boshlaymiz. Obuna bo'lishni unutmang. Shu bilan birga videoga like bosishni ham, videoni oxirigacha ko'ring va komment yozib qo'ying. Chunki hali video qiziq bo'ladi. Mana go'shtlarimiz ham pishdi. Daraxtlarni ham chopib oldik. Hali yana daraxt topamiz. Va mana yana chopamiz. Va endi mana shu joyni ham bir bo'shatib olamiz. Mana shu o'tli joylarni tekis qilib, hozir birinchi tovuqni o'ldirib olamiz. Kuchukcha-yu. Yaxshi kuchuk. Yeysanmi tovuq go'shti? KFC. Yo, yemaskanmi? Hozir bunga steak berib ko'ramiz, mol go'shti. Birinchi o'zim yeb olaman. Yana bitta berib ko'raychi. Yemayapti-yu mol go'shti. Yana bitta beraychi. Rostdan ham yemayapti-ku. Uni go'sht berib o'tirmaymiz bunga. Baribir yemaskan, o'txo'rga o'xshayapti. Hozir bu tovuq go'shtini ham pishirib olamiz. Hali yana ko'p ishlar qilamiz oldinda. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hozir ferma uchun shunaqa o'roq yasab olamiz va o'zimizdagi bor o'roqni olamiz va mana daraxt toshlarni inventariga joylashtirib olamiz. Mana shu yerlardan qilsak yaxshi bo'lar ekan. Yaxshisi lapatga solamiz, chunki men bu bilan bir 2 soat bu yer bulutlarni
buzib o'tirish niyatim yo'q. Hozir bu bilan tez buzib tashlaymiz va shu bilan birga ferma uchun joy qilib ekin ekamiz. Mana daraxtni ham olib tashladik, bu yerdan bo'shatib. Endi buni inventarga joylab olib qamishlarni ekib chiqamiz. Chunki bu qamishlar boshida aytib o'tganimdek bizga hali ko'p kerak bo'ladi. Mana qamishlarni ham ekib oldik. Ekinlarni ham ekdik. Yana bitta tovuq, buni ham yo'q qildik. Buni ham pishirishga joylaymiz. Ana endi sanduqqa solamiz. Hozirgi umuman kerak bo'lmaydigan narsalarimizni solib qo'yish kerak. Masalan, mana shu yer blok, mana daraxt ekishimizga kerak bo'ladigan daraxt urug'i, zombi go'shti, yer blok umuman kerak emas bizga. Shunga uni ham solib qo'yamiz. Hozir bularni ham solib qo'yamiz. Tovuq go'shtini ham olamiz. Bundan ham olamiz tovuq go'shtini. Buni endi joylashtirdik. Endi mana shu suvli joydan ham bir ferma qilsak yaxshi bo'ladi. Hali ham mana ekinlar uncha o'sgani yo'q. Mana bu yerni ham to'g'rilab olamiz ekinga. Mana shu yerlarni ham to'g'rilab olsak, keyinchalik beriladigan ekin ekamiz. Yanada fermani yaxshilaymiz. Keyin bu fermalarimiz ham ancha yaxshi hosillar bo'lib ketadi. Ko'p ekin hosil beradi. Keyin yana ekamiz, yana hosil beradi va anchagina kuchayib olamiz. Hozir bu yerlarni yana bir ko'chiramiz. Bu shu men kelgan joymikan? Keyingi qismda o'sha tomondagi tog'dagi konga borib ko'ramiz. Lekin yana anig'ini bilmadim, kon bo'lmasligi ham mumkin. Agar kon bo'lmasa o'zimiz ham qurib olishimiz mumkin. Kon qilib, maxsus qilib. Hozir yana o'sha joyimizga boramiz. Yotoqqa yotib uxlab olamiz. Ertalab qilish uchun. Hozir yana daraxtga urib tushdi. Buni ham joylab olamiz. Endi olmani qo'lga olamiz va bir yeb ko'ramiz. Va mana yana daraxt chopishni boshladik. Chunki hali bizga ham daraxt ko'p kerak bo'ladi, ham bu joylarni ancha ochishimiz kerak bo'ladi. Chunki bizning uyimiz ham har qismda ham kattalashib, ham yaxshilashib boradi, ham o'zimiz ham kuchayib boramiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rib, komment yozishni unutmang. Siz bosgan like va yozgan kommentlaringiz bizga motivatsiya bo'ladi va keyingi qism tezroq chiqadi. Mana daraxt chopib yig'ib oldik. Ozgina bo'lsa-da ana endi yana bir olmadan tatib ko'ramiz. Endi bizga tosh kerak.
Chunki biz toshli bolta yasashimiz kerak. Mana shu yerdan tosh olamiz o'zimizga yetarlicha. Chunki bu boltadan tashqari ham bizga yana tosh kerak bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni yana o'sha boltamiz daraxtga yetganimizda sinib qolsa yana bolta yasashga yokida yana toshdan nimadir yasamoqchi bo'lsak tosh kerak bo'ladi. Shuning uchun ozgina ko'proq qazib oldim toshdan. Endi o'sha bazamizga qaytib boramiz va endi o'sha toshli bolta yasaymiz. Haliyam ekinlarimiz normalniy o'sib chiqmagan. Menimcha bu ekinlar hali beri o'smaydi. O'sha 3-kunni o'rtasiga kelib qolgan bo'lsa kerak. Biz hozir yana daraxt chopishni boshladik. Chunki uy uchun hali ancha-muncha daraxt kerak bo'ladi. Chunki biz hali uyni har qismini kattalashtirib ham boramiz. Hozir anchagina joyimiz kengashib, qanaqadir ancha ochilib qoldi. Hozir mana shu joylarni ham bir to'g'rilab ochib chiqamiz, tekislab. Shu payt yomg'ir yog'ib qoldi va bu yomg'ir yog'ishi menga uncha yoqqani yo'q. Chunki yomg'ir yog'dimi, demak qanaqadir bizga xalaqit beradi, mo'bam tirilatdi. Mana biz hozir anchagina ochib oldik joyni. Hozir bir uxlashga harakat ko'ryapman. Iloji bo'lmayapti, chunki hali kech bo'lmagan. Hozir yana joy ochamiz. Joyni keyinroq to'g'rilab ketamiz, blok qo'yib. Hozir mana shu yerni ochib olamiz. Va bo'ldi. Endi o'sha mana shu joyga o'sha yer blokni qo'yib to'g'rilab qo'yamiz. Mana oldik. Bo'ldi, to'g'riladik. Endi bu yerga ham ikkita blok qo'yib qo'yamiz. Chunki kerak bo'lib qoladi. Hali bu yerda ham ancha katta ferma bo'ladi. Hozirchalik bu yer ham oddiy bo'lib turibdi. Hali ekin ham ekmadik bu yerga. Mana yana bitta yashil kriper. Mana kelyapti bizni oldimizga jang qilaman deb. Lekin hozir bu yerda osongina o'lib ketadi. Mana bitdik, turdik. Hozir yana turamiz. Hozir kelganda yana turamiz. Shu bilan o'ladi. Mana shu kriperlar ham tirilishni boshladi. Bu degan ehtiyot bo'lish kerak. Hozir moblar ko'paydi. Mana cho'kkan zombi ham tirildi. Hozir shu nimadir bo'ladi. Endi esa umuman uxlab bo'lmayapti mana shu moblarni. Moblar hozir endi anchagina ko'payib qoldi. Unchalik emas, lekin bizga xalaqit beradigan darajada. Hozir mana kriperni ham yo'q qilib yuboramiz turib. Mana sal qolyapti portlashi. Yaxshi ham portlamayapti. Yana bitta mubor va skeletonmi? Mana skeletonlar menga yoqmaydi. Chunki biz hozir bedrock versiyadamiz va bedrockda bu skeletonlar juda ham kuchli. Haqiqiy snayper bo'lib yotibdi. Ana jonimizni yarmini ham ichishga ulgurib bo'ldi bu. Hozir yana bitta jonimiz ketyapti. 3 ta jon. 2 ta. Hozir o'lib ketsak hammasi tugaydi shu yerda. Lekin o'lmaslikka harakat qilaman, yaxshi. Mana o'lmadik, tirik qoldik. Endi bitta uxlab oldim. Chunki agar yo'q uxlaydigan bo'lsam, yana bitta mob kelib xalaqit berishi mumkin edi uxlashimga. Ana yomg'ir ham tindi. Va bu yer bloklarni ham sandiqqa solib qo'yamiz. Suyakni ham
Buniyam yana so'ng buniyam yo'q qilamiz. Hozir videoda ozgina uzilish bo'ldi, chunki video olish o'zimiz to'xtab qoldi va biz zombini ham yo'q qildik. Bizga aslaha berdi. Bu bizga ozgina bo'lsa foyda. Chunki konga bormasdan broniyali bo'lib oldik, aslahali. Bu yaxshilikka. Endi sinaman deb turgan bo'lsa ham hozirchalik ishlatishimizga yaraydi bu ham. Endi bularni ham solamiz. Buni go'shtini solamiz, chunki baribir bizga bu hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi. Hozir shu bilan amallab turamiz. Bo'lmasa bizni go'shtlarimiz tez tugab ketadi. Ham go'shtlarimiz bizni ko'p jonimizni to'ldirgani uchun ozgina ochib bo'lsak, bittasini yeb qo'ysak, biz bir go'shtdan zararga kiramiz. Hozir uy qurishni boshlaymiz. Mana shu daraxtlarni qo'ygandan keyin mana oq daraxtdan ko'rganim yaxshiligini tushunib yetdim, chunki bizda mana shu oq daraxtdan ko'proq qarag'aydi. Hozir deyarli asosiy yarmini qurib oldik bu qism uchun. Hozir bu qismda boshlang'ich kattalikda uy quramiz. Keyingi qismda uni yanada kattalashtiramiz. Hozir yana ozgina qamishni oldik, bir ikkitasi o'sibdi. Hozir yog'ochni olamiz daraxtdan. Daraxtni yog'ochga aylantirib, yana bu yerni ham yopib olamiz o'zimizga. Hozir bu yerdan eshik uchun joy ochib qo'yamiz. Ozgina kattaroq. Keyin eshikni moslashtirib olamiz. Endi yerni to'g'rilab chiqamiz. Mana bu sigirni ham o'ldirib yo'q qilib yubordik, chunki kurayotgan paytimiz oldimizga kelib xalaqit beraverdi. Yana yog'och olamiz, chunki yog'ochimiz qolmadi uy yarmiga. Shu yog'ochlarni yana bir stak qilib yig'ib olib, keyin uyni ham yarmini quramiz. Keyin eshik qo'yib uyni ichiga ko'chamiz. Mana o'zi 50 ta daraxt yig'ib bo'ldik. Mana 5-kunimiz ham boshlandi. Mana uyni ham ancha bitirib qo'ydik. Bizga zombilar anchagina yordam qilib qo'ygan ekan, oltin broniyasini tashlab ketib. Mana uyimizni ham ancha bitirib qo'ydik. Hozir toshli bolta ham yasab oldim o'zimga. Mana bu joylarni ham to'g'rilab oldik. Hozir qolgan devorlarni ham yopib chiqamiz. Keyinchalik yana bu yerlarni ochib, oyna yoki boshqa narsalar qilishimiz mumkin, xona qo'shib. Endi sandiqlarni ichkariga ko'chiramiz. Mana eshikni qo'yib, eshikni ham qo'yib oldik. Endi sandiqlarni ko'chirishni boshlaymiz. Mana sandiqlarni oldik narsalar bilan. Endi ichkariga kiramiz. Sandiqlarni shu yerga qo'yamiz. Ichiga solib chiqamiz narsalarni. Shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosishni ham unutmang. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Endi versakni ichkariga ko'chirib olamiz. Shu bilan birga pechkani ham, yotoqni ham. Hozir pechkani olamiz. Mana pechkani ham oldik. Mana endi ichkariga kirib ko'chiramiz. Mana shu yerdan joylashtiramiz pechkani. Mana endi yotoqni joylashtiramiz shu joyda. Mana yotoqni ham hozir joylashtirib oldik. Mana spavn ham qo'yib oldik. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi.
Videoga like bosishni unutmang.